Assalomu alaykum hammaga. Mana Samarqanddagi ishimiz realniy qolipdan chiqish holati. Mana bir tomonni yechib qo'ydik. Sekin yechilyapti. Mana bu tomonlari yechilgani yo'q. Xudo xolasa addoshi bo'lib chiqyapti. Shu ish ham uyni egasini tanlaydi shekilli, yaxshi insonlarga xudo xolasa inshaalloh hamisha yaxshi chiqqan. Injiq nimalar bo'ladi, bir xil joyda xonadon egalari bo'ladi. Ming harakat qilsangiz ham ishingiz bir neto chiqadi. Mana o'zlari Rossiyada uyni egalarini shunaqangaligi mehr bilan ishlanyapti. Inshaalloh shuni mevasini ham beryapti. Mana ajoyib chiroyli bo'lib chiqyapti. Malades, Alloh rozi bo'lsin ishlariga, o'zlariga baraka, sog'lik bersin. Juda yaxshi insonlarning uyida ishlayapmiz. İşimiz ham shunga yarasha zo'r chiqyapti.